من از ناحیه اشت از شهر شیدان صاحب گلناره می باشم. سال نهم است که من به همین سناتوری دکتر طاهری آمده استراحت میکنم، دم میگیرم. من دکترها توصیه کرده بودن که تو کسلی رگ داشتی. حالا باشد من باز خیمه همین سیستم کاری دکتر طاهری تبابت گرفته سالم گشتم. هر سال همینجا تبابت به بیام. شخصانی که چندم سالمون شده؟ سال نهم است که من در اینجا استراحت میکنم، دم میگیرم. شخصانی که کسلی دارند مرحمت به همینجا بیایند، خودشون طبیب شده درست کنند. دکتر می آموزند همین علفهای گیاهای چخیل تمام خوردن چیکار کردن می آموزند. مرحمت به санаторий доктор Тойри. Я приехала из нашего Сагдийской области, с города Худжанда, в этот прекрасный уголок нашей республики Таджикистан. Прекрасная природа, зелень, вода, ручей, водопады. Да, здесь очень даже сама природа лечит нас. Я себя чувствую очень хорошо. Погода отличная, всегда прохладно, иногда дожди. Нам очень понравилось. Доктор нас хорошо... Выходим на походы, прогулки, каждый день с 7 утра. Ну, очень прекрасный уголок здесь. Приезжайте к нам. Men Abdullayeva Matliba, Tursuzoda shahridan o'qituvchi bo'lib ishlayman. YouTube orqali doktor Tohiriy sanatoriyasini o'qib, o'rganib, izlanib topib keldim. Juda ham ajoyib joy, ajoyib manzara. Haqiqatan YouTube'da yozilganlar, aytilganlar darajasida. Bu yerdagi ob-havosi, suvi juda ham ma'qul keldi. Hamda biz doktor Tohiriydan asosan nafas olish mashqlari, giyohlar bilan tanishdik. Giyohlar bilan davolanish va to'g'ri ovqatlanish sistemasini deymiz, shularni mukammal o'rgandik. Harakat qilaman inshaalloh har yili kelib shu yerdan havosidan, suvlaridan, albatta giyohlaridan davolanishga va mana shu davolanishimda bardavom qilishga harakat qilaman.